Assalomu alaykum, Xorazmli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi videorolikimizda restoran, avtosalonlar chamonda bo'lgan yoki bo'lmasa kafelar chamonda bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun yo'lning ustida 600 metr kvadratda joylashgan katta noturar yerimimiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz aziz do'stlar. Ekranda mulk egasi nomerini qo'yamiz. Telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Nega desangizlar, qaranglar. Urganch Gurlan yo'li. Bilasizlar, bu ko'chani qaynab turgan ko'chalardan birisi. Liboy biznesingiz aylanadi. Ana shunday qaranglar. Kapital bank qismi, avtosalonlar qatorina har xil turdagi do'konlarimiz bor. Yana ketib, svetofordan chapga ketsangizlar, do'stlar, Sputnik aylanadi ko'cha, to'g'riga ketsangizlar, Gurlanga ketadi u yo'l. Qaranglar, avtosalonlar bor, yo'l turganlaringizdan. Shu yerda bizning yerimimiz sotuvga chiqdi. 50-20 metr, uzunasini 30 metr, общий 600 metr kvadratda joylashgan noturar yerimimiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz. Ekranda mulk egasi nomerini qo'yamiz. Dokument hamma hujjatlari tayyor ekan. To'g'ri adingizga o'tadi. Agarda siz avtosalonlar chamonda yoki bo'lmasa restoranlar chamonda bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r taklif, qaranglar, o'zini katta parkovkasini ega. Hozirgi vaqtda eng birinchi o'rinda do'stlar, parkovka bo'lishi shart va zarur. Da shunday esa parkovkasiz liboy bir biznesni aylantirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ko'rasizlar, to'g'ri keladigan bo'lsa, bu yerimiz parkovka. Shu oldin avtosalon orqasini uyat qurib bersangizlar ham bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q. Suv, gaz, svetlardan ham muammo yo'q beriladi. Shuning uchun ko'rasizlar, shu tochkadan yo'lning ustidan, xudo xolasa, yerni qidirib yurgan do'stlarimiz uchun zo'r variant. Ekranda nomerlar turadi. Narxini aziz do'stlar bemalol kelishtirib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Esa ko'raverasizlar, telefonlashib, kelib ko'rib, xudo xolasa savdolashib olaverasizlar.